e'tibor qilamiz. Nukleik kislotalar yuqori molekulyar birikmalardan polimerlarni, biopolimerlar deb 3 tasini aytgan edik. O'zi makromolekulyarlar 4 ta edi: oksil, yog', uglevod, nukleik kislota. Ana shu 4 tasidan 3 tasi biopolimer edi. 3 donasi biopolimer edi. Bu biopolimerlar uglevodlar, ya'ni polisaxaridlar, monosaxaridlardan tashkil topganligi uchun, keyin oksillar, aminokislotalardan tashkil topganligi uchun nukleik kislotalar bugungi mavzu, hozir ko'radiganimiz. Mana shu oksillarning funksiyasi. Oksillarning funksiyasiga doska yozib, tushunadigan joyi yo'q. E'tibor beradigan bo'lsak, oksilning birinchi funksiyasi nima degan? Qurilish funksiyasi. Oksillarning qurilish funksiyasiga biz aytgandik, nimadir hosil qilsa o'sha modda e'tibor qilamiz. O'sha modda nimadir hosil qilsa o'sha modda. Demak, oksillarning xossalari oddiy va murakkab oksillar. Oksillarning xossalari bir-biridan farq qiladi. Oksillarning bir-biridan xossasini farq qilishi aminokislotalarga bog'liq deb aytilgan. Tushunarlimi? Aminokislotalarga bog'liq, chunki halqali aminokislota bo'lsa, mana bunaqa xossaga ega, halqasiz aminokislota bo'lsa, mana bunaqa xossaga ega. Aminokislotalarni ketma-ketligi o'zgarsa, mana bunaqa xossali oksil paydo bo'ladi va hokazolar tarzida bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Oksilning tarkibi va tuzilishi. Organizmda har xil oksillar bo'ladi, turli-tuman oksillar bo'ladi. Ana endi hozir bu yoqqa sizlarga tushuntirib bergan narsasi, bitta organizmning o'ziga farq qiladigan oksillar mavjud deyilgan yoki bir qancha organizmlarda, ya'ni bir qancha boshqa turlarda o'xshash oksillar bor degan. Qanaqa oksil bo'lishidan qat'iy nazar, funksiyasi bir xil bo'lsa ham, tuzilish jihatdan farq qilishini aytib o'tgan. Biza hujaydagi kimyoviy moddalarni o'tdik. Kimyoviy moddalarga anorganik va organik moddalar kiradi degan edik. Anorganik moddalarni kichigidan kattasigacha aytdik. Eng muhimi suv deb aytib o'tdik va suvning vazifalari, funksiyalarini aytib o'tgandik. Endi organik moddalardan birma-bir o'rganishni boshladik. Bularni birinchisi qaysi organik moddani ko'rdik?